Sizda ham doimiy yo'tal, qiynab, davo choralarini qo'llaganingizda yechim topilmayaptimi? Unda bunga bizda javob bor. Sizlarga bir layfhak video oxirida ko'rishingiz mumkin. Yaqinda oldimga bitta bemor keldi. Tinmay yo'talganda qiynalib, bormagan doktor, allergolog, pulmonologlar, virusologlar bormagan joylari qolmabdi. Oldimga keldi, oxirgi choram siz deb keldi. Ko'rdim, tekshirdim va davolashni boshlashdan oldin tomog'idan va burnidan surtma olishga qaror qildik. Chunki har bitta mutaxassis har doim o'zini davo chorasini qo'llaydi. Lekin hech qachon ko'pchilikning xayoliga kelmaydiki, burunda va tomoqda qandaydir infeksiya borligi, qandaydir parazit yoki qandaydir bakteriya borligini ko'pchilik mutaxassislar bu narsadan o'tib ketadi. Va buni qarangki, bizni O'zbekistonimizda bu narsa juda kamdan kam uchraydigan bir parazit aniqlandi. Buni ular safarga chiqqanlarida orttirib olgan ekanlar. Buni tahlillar davomida aniqladik. Bemordan suhbat davomida aniqladik va laborator tahlillari bizga shu parazitni aniqlab berdi. Shuncha ko'rgan, olgan lecheniялari, boshdan kechirgan qiyinchiliklari, yil emas, 2 yil davomida shu yo'tal bilan qiynalib bormagan mutaxassislari, olmagan lecheniялari qolmagan, shu bitta laborator tahlilda aniqlangan shu surtmada chiqqan javob bilan shu parazitni